Hey yo do'stlar, sizlar bilan men har doimgidek Crabcraft. Do'stlar, biz bugungi videomizda har xil turdagi golemlarni yasab ko'ramiz. Bedrockli va oltinli, olmosli, xullas har xil golemlarni yasab ko'ramiz. Qani unday bo'lsa videoni boshlashdan oldin videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Qani unday bo'lsa biz videomizni boshladik. Xo'sh do'stlar, mana biz qo'limizga golemlarni olib oldik. Qani birinma-ketin bularni sinab ko'ramiz. Bu ko'k golem ekan, nima qanaqadir ko'k bloklardi-yu, xolos o'shanda yasalgan. Bu portal yasaydigan blok, optitsan, xolos shunaqa blok. Bu ham ajoyib, ammo kuchi qanchaligini bilmayman. Yurakchasini ko'rsatmayapti. Bu yashil golem, ya'ni simili blokdan yasalgan. Bu esa olmosli golem. Bu bedrock do'stlar, eng kuchlisi bo'lsa kerak. Bu esa oltinli golem. Bu esa xullas bu ham haligi qattiq blok bo'lardi, shunaqa golem. Bu esa muzli golem, bu esa izumrudli golem. Do'stlar, bu golemlar juda ham ajoyib. Hozir biz bularni sinab ko'rishimiz kerak, ya'ni men hozir bular bilan mana boshqalar ham bor bu yerda. Bular bilan hozir jang qilib ko'rishga harakat qilaman. Qani bu yerda qizilni ham qo'yib ko'raylikchi. Keyin jang qilib ko'ramiz. Do'stlar, bu tetar ekan. Hozir tetarni yoqib ko'ramiz. Qani u portlar ekanmi yoki yo'q? Qani, yo'q do'stlar. Tayinni olib qo'yib ko'ramiz. Xo'sh. Yo'q do'stlar, portlamayapti. Qarang do'stlar, joni ham ancha-muncha ketmaydi bularni. Oddiy temirli golemni joni juda ham tez ketadi bilsalaring, ammo bularni joni ancha-munchaga ketmaydi. Qani hozir men o'zimga kerakli aslahalarni olib olaman va bular bilan jang qilaman. Xullas do'stlar, baribir meni keyin golem o'ldirib qo'ydi. Shundan keyin men golemlarni boshqa moblar bilan, ya'ni yovuz hayvonlar bilan urushtirib ko'rishga qaror qildim va ular yutarkanmi yoki yo'q, shuni tekshirmoqchi edim. Xullas, bu yerdan yovuzlarni qidira boshladim. Ularning tuxumlarini olib, ularni jang qildirdim. Va bularni men golemlarning oldiga bitta qo'yib chiqdim. Hattoki mana uchadigan mahluqchani ham bemalol urishdi va botalilardan qancha qo'yib tashladim. Qani kim g'olib bo'larkan deb. Ammo jangda golemlar kuchliligi aniq edi o'tdi. Va men bularni ko'p qo'ydim, ammo lekin bularni bemalol golemlar yengib tashlayapti-da, qaranglar. Va men bu yerda bunaqa katta hayvon bor edi, hozir ko'rsam. Shundan bostirib qo'yib tashladim. Qani endi bu yo'g'ini ko'rasizlar, kim g'olib bo'larkan. Va bedrock golem bularni barchasini yengib tashladi va men shuni bildimki, bu bedrock golemga hech narsa ta'sir qilmas ekan. Bu juda ham zo'r degani do'stlar, agar siz buni qishlog'ingizga qo'yib qo'ysangiz, hech qanaqa zombilar sizga hujum o'tolmaydi. Va men buni lava bilan yoqib o'ldirmoqchi bo'ldim. Keyin lava qo'ysam, lava ham negadir bunga ta'sir qilmadi. Demak, bu golemga hech nima ta'sir qilmas ekan. Men do'stlar shunchasini qo'yib chiqdim, baribir birorta o'zgarish bo'ladimi deb qaradim, lekin hech narsa bo'lmadi.
Do'stlar, bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Shu yilning oxirigacha 2000 ta bo'lib qo'yaylik. Ya'ni yangi yilgacha 2000 ta bo'laylik. Kommentariyaga o'z fikringizni qoldiring. Sizlar bilan har doimgidek men Krep Craft bo'ldi. Keyingi videolargacha ko'rishguncha